Assalomu alaykum, Ortiqjon Jo'rayev kanalining a'zolari. Videolarimizni bitta ham qoldirmay ko'radigan muxlislari, sizlarda ham sotiladigan texnikalar bo'lsa, videoni balandida telefon raqamlarimiz bor, Telegram ishlab o'tiribdi. Texnika agregatlaringizni Telegramga tashlaysiz, biz bu yog'ini bomba qilib chiqaramiz. Sizdan arzimagan like, kanalimizga yangi bo'lgan obunachilar podpiska bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib, o'zingizga kerakli texnikalarni обязательно kommentariyaga yozib qo'ying. Biz ko'p gapirib o'tirmay, eng zo'r texnikalarimizni bugungi sonidagini boshlab beramiz. Qani ketdik bahorda ilk kunlariga bomba nastreyna bomba deb dami gaspada qani ketdik sizlar uchun yumezi tuyningi bo'ladi, ideali bo'ladi. Nomer 1 yumezi O'zbekistonda bir dona boshqa joyga buni qasdan topolmaysiz. Nomer 1 yumezi qani ketdik sizlar uchun mana shu yerda ko'rib o'tirgan traktorchani agoni Samarqand viloyati Pastarg'ondan bo'ladi. Samarqandlik bratlar, laychalarni tirsillatasizlar. Qani ketdik sizlar uchun Qo'ygul bratimiz polnama joyini ideal qilib luks qilib tashalgan. Mana shu yerda ko'rib o'tirgan Yumezi legenda deganlar, qani ketdik laychalarni tirsillatinglar. Yumezicha uchun o'zingizni fikringizni, o'zingizni kommentariyangizni yozib qoldirish ham esingizdan chiqmasin. Traktorcha polnama joyi noldan yechib tashlab, har bitta boltigacha kerak bo'lsa yangi qilgan biza deyaptilar. Biror joyda kamchilik yo'q, motor, korobka hamma joyi yangi qilingan. 4 ta baloncha, yangi stator akkumulyatorlar, yangi ichlari ham polni shumkalar qilib hamma joyini polni yangi qilganmiz dedilar. Dashi ichida stiklo abagrev oynalar qo'yilgan, ichlari polni elektronika ishlar qilib chiqilgan, magnitol kolonka, video registrator, hamma narsa korotchi bor. Uzoqdan distansionni dashi zavodit qilsangiz ham bo'ladi deyaptilar. O'g'ondan maza qiladi, baraka topadi. Traktorcha 100% javob, 100% garantiya. Bu traktorimizning orqasidagi mana shu yerda ko'rib o'tirgan 2,5 metrlik frezasi bor ekan. Bu ham ishga tayyor, bu ham boyovoy ishlagan vaqtidagi videolarigacha bor. Ikkovini kampligi $12,000 deyaptilar. Bu aytiladigan narxi real olaman deyonlariga kami bor kelishtirib beradilar. Akamiz o'zlari uchun taxlagan ekanlar, faqat pul zarur bo'lgani uchun sotamiz dedilar. Tortinmay, telefon qiling, o'zingizni qiziqtirgan ma'lumotlarni Samarqand Pastarg'onda oling. Ana endi arzon narxda turbo kombayn qidirib yurgan akalarimiz uchun, Surxondaryo viloyati uzunlik bratlarimiz uchun mana shu yerda ko'rib o'tirgan turbo kombaynni zo'ratiga bir sezon ishlatganimizda taxlatib olib kelganimizdan berin deyaptilar. Ishlashiga garantiya, pul zarurligi uchun sotilibdi. Pashti Luboydon mahsulotlarini o'tkazib beradi. Hozirda bug'doy arpaga moslab qo'yamiz dedilar. Ishlashiga garantiya, ishlashiga javob. Biror joyda kamchilik yo'q. Olib faqat pulni topsangiz bo'ldi. Narxchasi 15 million, narxi vaqcha arzon narxda bo'libdi. Real olaman deyoni. Kesin ko'rsin, kami bor yana kelishtirib beramiz deganlar, tortinmay telefon qiling. Ana endi yana bitta arzon narxdagi ikkita agregatimiz bor. Samarqand viloyati Nuroboddan mana shu yerda ko'rib o'tirgan birinchisi Tilichka, ikkinchisi Altay plugimiz bor. Tilichkachani sostenasi polni boyovoy, polni yangiday deyaptilar. Balonchalari pachka, yangi bosilgan, setkalarigacha bor, ramalari butun, biror joyda kamchiligi yo'q. Bundan tashqari aytganimizdek, mana shu yerda ko'rib o'tirgan Altay plug bor ekan, 90 o't kuchidan ziyodisi tortaveradi, garantiya deyaptilar. O'sha zavodskoy prosta rasklosh qilib qo'yamiz dedilar. Kelaman, olaman deganiga yig'ib beraveramiz, farqi yo'q deganlar. Narxlari telefonda, tortinmay telefon qiling, xohlang Tilichkani, xohlang plugni narxini alohida kelishamiz, xohlang kamplik oling, kampligiga beramiz deganlar. Pul zarurligi uchun bu ham sotilibdi. Tortinmay telefon qiling, o'zingizni qiziqtirgan ma'lumotni Samarqanddan oling. Delari 80 oyda kabina, Tilichkasi bor, как положено. Mana. Sotiladi. Nasib bo'lsa Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumani. Ko'rib berasizlar. Belarus qora motorda. Zadmus korobka. Ovoz yo'q. Ikki korpus puliga ham bor. Komplekt hammasi bir joyda sotiladi. Traktorimiz, motorlar tiniq ishlab turibdi. Motor qora motor. Balonlar 50%. Mana eshitib o'tiribsiz, Surxondaryo viloyati sho'rchilik bratlarimiz uchun MTZchamiz bor. Zo'r sostenada, arzon narxda, yana agregatlari bilan birga hammasi ishga tayyor, hamma joyi
qilib chiqilgan garantiyaligi ishlab turgani polni boyevoyi. Surxondaryo sho'rchi laykchalarni bang'illatib tirsillatinglar sizlar uchun MTZ 3 kolesoligimiz, mayda kabinamiz. Motorchasi qara motor, zadnimoz korobkalari hamma joyi zo'r, hamma joyi ishlab o'tiribdi. Stat akkumulyatorlarigacha bor, yarimtaga zavodit qilib olib ketsangiz bo'ladi. Dokumentlari bor, dokumentda umuman muammo yo'q. Olib faqat minish kerak, kayfiyimni aytib yursangiz bo'ldi deyaptilar. Qo'shib beriladigan chizilib pulugi bor ekan, ko'rganingizday orqasidagi traktorimizni tilichkasi bor. Tilichkani sostoyanasi ham zo'r, balonlari ham yangiday. Короче, traktorchamiz ham, agregatlari ham, agon hammasi boyevoy. Komplekt narxi 70 million bo'libdi. Bu aytiladigan narxi traktorchamizni даже o'sha kapotlarigacha bor. Kapotlari ham zo'r sostoyanada qo'shib beramiz deganlar. Tortinmay, telefon qiling, o'zingizni qiziqtiradigan ma'lumotlar bo'lsa, Surxondaryodan olishingiz mumkin yana. Ana endi 3 kolesolik belaruslarimizni yili yangirog'idan so'ragan akalarimiz uchun qani ketdik sizlar uchun mana shu yerda ko'rib o'tirgan 2006-yilda ishlab chiqarilgan yangi Vepuska MTZ 82imiz Qashqadaryo viloyati Mirishkordan bo'ladi. Qashqadaryo bormisizlar? Kommentariyaga yozib qo'yinglar, Qashqadaryo olg'a deb. Sizlar uchun mana shu yerda ko'rib o'tirgan traktorchamizni zo'ri motorchasi qilingan bir marta, qolgan joyida aybi yo'q. Qolgan joyga kulch ham tegmagan, zadnimoz korobkalari ochilmagan deyaptilar. Olib minish kerak, garantiya biror joyda 1 gram aybi yo'q. Traktorchaga javob deganlar, yarim kaltga stator akkumulyatorda zavodit qilasiz, dokumentlari bor. Короче, umuman biror joyda aybi yo'q. Traktorchamiz yangi turgan traktor, prosta minadigan odam yo'qligi uchun sotamiz dedilar. Narxchasi 130 million bu aytiladigan narxi real olaman dekoni. Kesin ko'rsin, kami bor yana kelishamiz, gaplashamiz yo'qlar, tortinmay. Telefon. Mana traktor 26 fevral bugün mana 82. Mana o aynagida unaqalari bor mana 18. Ko'rgan bo'lsangiz. Mana balonlari yangi oldi baloni ham. Tuatsasi qoladi. Mana lanjrol, panjrol, mana bularni to'g'rilab olib tashlab pondona qilib qo'yganmiz. Maslaga ishida mana zadoylari. Chiqana hech qayerdan yo'q, chiqqan joyi yo'q. Bardoylari. Arqa ko'rinishi. Mana salon ko'rinishlari. Qamit o'tirgan sidillarmi? Mana eshitib o'tiribsizlar, yangisi deb yangisini kutib o'tirgan boyvachchalar sizlar uchun mana shu yerda ko'rib o'tirgan MTZ 82imizni yili yangisi 2018-yilda ishlab chiqarilgani bo'ladi. Farg'ona viloyati Oltiariq, farg'onalik boyvachchalar laykchalarni tirsillatinglar. Sizlar uchun MTZchamizni zo'ri sostoyanasi, agoni, motor korobka biror joyga qo'l tegirilmagan. Sostoyanasini ko'rib o'tiribsiz. Akamiz hamma ma'lumotlarni aytib, chotki qilib o'tib ketdilar. Akamiz aytganlaridek traktorchamizni kultivachasi sotilmaydi, traktorda o'zi sotiladi. Traktorda biror joyga kulush tegmagan, hamma joyga javob deyaptilar. Telefon qilsangiz yana to'liq ma'lumotlarni o'zlari bilan aytib eshitishingiz mumkin. Traktorchamiz hozirda narxi 200 million deyilibdi. Bu aytiladigan narxlari real olaman dekoniga konkretni kami bor, kelishtirib beramiz deganlar tortinmay telefon qilib, o'zingizni qiziqtirgan ma'lumot Farg'ona Oltiariqdan olishingiz mumkin. Qani ketdik boyvachcha traktorchilar, bormisizlar? Yangisini kutib o'tirganlar ko'p bo'lsa kerak. Yotta 554 bo'ladi. Mana shu yerda ko'rib o'tirgan Yotta traktoridan chiqaring degan akalarimiz uchun Yottani ham yangisi pul zarurligi uchun srochni sotiladigani eng arzon narxdagisi bo'ladi. Samarqand Urgut laykchalarni tirsillatazlar. Sizlar uchun mana shu yerda ko'rib o'tirgan Yotta 554 bo'ladi. O'zi yili 2024, lekin biz 25-yilni oxirida olganmiz pashta dedilar. Ishlatganimiz yo'q, pashta hamma joyi yangi turibdi. Biror joyda kamchilik yo'q, biror joyda aybi ham yo'q. Hamma joyi zavod, hamma joyi garantiya sostoyanada deyaptilar. Ishlatgan bo'lsak 367 soat ishlatdik dedilar. Traktorda hali biror joyda bironta chang ham qo'ygani yo'q. Garantiya javob deyilgan traktorchani ham o'zi ko'rib o'tiribsiz, biror joyda aybi yo'q. Akamiz o'zlari chetga chiqib ketibdilar, shu uchun o'zi olganimga ko'p bo'lgani yo'q, majbur bo'lyapmiz sotishga dedilar. Telefon qilsangiz yana to'liq ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Narxchasi 185 million aytiladigan narxi real olaman dekon. Kesin ko'rsin, kami bor, kelishamiz, gaplashamiz deyaptilar, tortinmay telefon qiling.
Ana endi bu traktordan qolmaydigan yana bitta Chimgan 504imiz bor. Bu traktorchamiz ham Samarqand Tayloqdan. Samarqandlik bratlar laykchalarni tirsilatasizlar. Bugun aktiv. Sizlar uchun yana bitta yili yangi Chimgan 504imizni zo'r sostenadagisi bo'ladi. 2022-yilda ishlab chiqarilgan mana sheda ko'rib o'tirgan traktorcha. Bu ham juda ham kam ishlagan, hamma joyi radnoy, hamma joyi zavodskiy holatida deyaptilar. Olib minish kerak, kayfimni aytib yurish kerak. Biror joyga kulish tegmagan, biror joyda 1 gram xarajat, aybi ham yo'q deyaptilar. Stat akkumulyatorda shtir pulni sanab zavodit qilib olib ketsangiz bo'ladi. Dokumentda muammo yo'q, o'g'ondan maza qilib baraka topib minadi deganlar. Orqasidagi qo'shib beriladigan frezasi bor, frezasi bilan birga $15,000 deyaptilar. Bu aytiladigan narxi. Yeslicha Ortiqjon Jo'rayev kanalidan oldik desangiz, yana alohida skidka bonusi bor, kelishtirib beramiz deganlar. Tortinmay telefon qiling, videolari bor, ko'ring yoqsa, o'zingizni qiziqtirgan ma'lumotlarni Samarqand Tayloqdan olishingiz mumkin. Assalomu alaykum YouTube obunachilari. Akalar, xudo xolasa mini traktorimiz sotiladi. Xudo xolasa akalar, yangi 2025-yil. Hech qayerda almashmagan, yangi xudo xolasa. Soatiga akalar 1 litr salarka yeydi. Xudo xolasa aybi nuqsoni yo'q. Yangi akalar. Hamma joyi chotki. Biror joyi almashmagan, balonlari yangi xudo xolasa. Shtasiga ursa bu akalar toshbaqaga yuradi. Dinamlar yangi qo'yilgan. Hamma joy zo'r. Aybi nuqsoni yo'q, chotki. Bitta yurgizing aka. Mana eshitib turibsiz, Namangan viloyati namanganlik bratlar, sizlar uchun mini traktorimizni yangisi, bulardan ham arzoni, bulardan ham zo'ri mini traktorchamizni polni bayoyi yana komplet freza pluglari bilan birga, hammasi yangi, hammasi ideal holatda. 2025-yil traktorchamiz, agregatlari ham 25, biror joyda kamchilik yo'q, juda ham kam ishlatganmiz. Hamma joyi radnoy, hamma joyi o'ziniki, o'sha zavoddan kelganday holatida, kelganday sostenada deyaptilar. O'g'ondan maza qiladi, agregatlari bilan birga hammasini qo'shib beramiz deyaptilar. Даже dokumentlarigacha bor ekan, sostenachasi ziver, polni bayoy. Aytganimizdek qo'shib beradigan plugi orqasiga o'sha frezalari bor ekan, hammasi birga 20 million narx qo'yilgan. Bu juda ham arzon narxda bo'lib o'tiribdi. Real olaman deykonlari kesin ko'rsin, kami bor kelishamiz, gaplashamiz deyaptilar. Tortinmay telefon qiling, o'zingizni qiziqtirgan ma'lumot bo'ladigan bo'lsa Namangandan olishingiz mumkin. Ana endi bu yo'q o'zingiz sezib o'tiribsizlar, arzon traktorchalarimizni zo'ri qo'lli, qani ketdik arzonidan, zo'ridan qidirib yurgan akalarimiz uchun T28 traktorimiz, TTZ kabinalar qo'yilgan, yana agregatlari bilan. Bu traktorchamiz ham Namangan viloyati Popdan, namanganlik akalarimiz ham bugun aktiv. Namangan bugun chempion desak ham bo'laveradi. Sizlar uchun sostenasi zo'r narxda, narxchasi ham arzon narxda T28imiz. Motor korobkasida ishi yo'q, sostenasi zo'r ishlab turibdi. Короче, ishga tayyor, polni bayoy holatda, dokumentlari bor, yana qo'shib beriladigan agregatlari ham bor deyaptilar. Chizili o'lagidagi o'sha lapatkilari bilan hammasini birga 15 million bo'lsa beramiz deyaptilar. Bu juda ham arzon narxda, real olaman deykonlariga yana kamini qilib beramiz deganlar. Prosta bizada minadigan odam yo'q, pul zalur srochni sotish kerak deganlar. Tortinmay telefon qiling, o'zingizni qiziqtiradigan ma'lumot bo'lsa Namangan Popdan oling. Ana endi T40 zo'rini radnoydan qidirib yurgan akalarimiz uchun zadnos korobkachalari o'chilmagan, akkuratni chotga minilgan T40imiz bor. T40da ham eksklyuzivnisi TTZ kabinalar qo'yib, polni hamma joyi bayvoy qilingan. Akamiz o'zlari uchun taxlab minganlar buni, biror joyda xarajat yo'q, daji 4 ta balonigacha yangi. Qashqadaryo viloyati Mirishkor, bu sizlar uchun bo'ladi. T40 so'ragan bratlar, mana sizlarga T40chamizni zveri. Hamma joyi ideal, hamma joyi bomba. Motor korobka biror joyda xarajat yo'q. Motor 1 gram moy rasxodi yo'q. Zadnos korobkalar polni bayvoy aytganimizda o'chilmagan radnoy holatida zavod
zavod holatida deyaptilar. Olib faqat minish kerak. Tamom, yarim kaltka stat akkumulyatorda zavodit qilib olib ketasiz. Dokumentlarigacha bor deyilgan. Real olaman deyikoni kesin ko'rsin. Kami bor, gaplashamiz, kelishamiz deyilgan. Hozirda narxi buni 38 million narx qo'yilibdi. Bu kanishni aytiladigan. Narxi hech kim o'zi aytgan narxga sotmaydi. Real olaman deyikonlariga. Kami bor kelishtirib beradilar, tortinmay telefon qiling. Ana endi New Holden TL100 yangiday holatidan akkuratni minilganidan qidirib yurgan akalarimiz uchun sastenachasi polni shunaqa lastichkaday holatdagi New Holden TL100'imiz bor. Farg'ona viloyati Oltiariqdan Fargazki Dalina layikchalarni tirsilatinglar. Sizlar uchun 2013-yilda ishlab chiqarilgan mana shu yerda ko'rib o'tirgan New Holden TL100'imiz. Motorchasini yaqinda polni kapitalni remont qildik. Motorda 1 gram xarajat yo'q. Motorcha sovatda ishlayib o'tiribdi. Zadimos korobkalar ochilmagan, hamma joyi akkuratni chotki minilgan traktor, 100% job, 100% garantiya, ichlarigacha даже akkuratni polni zavoddan kelganday sastenada turibdi dedilar. O'g'ondan maza qiladi, baraka topadi. Yana qo'shib beriladigan ideal holatdagi chizili bor, universal. Xohlasa chizil, xohlasa agat ham qilaveradi. Agatlari hammasi o'charlari bilan birga qo'shib beramiz deganlar ham katta ham mayda bo'ladi. Shu agregati bilan birga hammasi 13500 narx qo'yilgan bu aytiladigan narxi real olaman deyikoni kelib bir haydab ko'rsin. Yana kami bor kelishamiz yo'qdilar. Tortinmay telefon qiling, o'zingizni qiziqtirgan ma'lumot bo'lsa Farg'ona Oltiariqdan bo'ling. Mana shu traktor mana sotiladi. MX 135 mahum. Ichi kabinan ichi mana shu. Mana shu holatda paketlari ishlaydi. Tepada pechkalarga konditsioneri yo'q. Magnitofoni bor. Shu holatda. Orqasida plugi ham bor. Plugi bilan ham sotiladi, o'zi ham sotiladi shu traktorda o'zi. Omochi yangi qilingan. Bu tomon balonlari ham yaxshi. Akkumulyatori bor. Mana 12 volt bitta akkumulyator. Starter yaxshi. Traktor yurib turgan, ishlab turgan texnika. Mana eshitib o'tiribsiz, Namangan viloyati Mingbuloqlik biratlar bormi? Sizlar uchun MX 135imiz bor. Ko'pdan beri obunachilarimiz MXni zo'rini chiqaring degan akalarimiz uchun mana sizlarga MX. Akamiz aniq tiniq qilib ma'lumotlarni aytib o'tib ketdilar. Biror joyda kamchilik yo'q. Hamma joy ishlab o'tiribdi, hamma joyga job deganlar. Yarimtaga zavodit qilib olib ketasiz. Dokumentda umuman muammosi yo'q. Pulni sanasangiz 30 ga o'tkazib beramiz deganlar. Aytganlaridek qo'shib beriladigan o'sha plugi bor, aylanma plugi bilan narxini 170 million narx qo'yilgan. Xohlasa adelni, xohlasa kampilik ham kelishaveramiz deganlar. Tortinmay telefon qilasiz, qolgan ma'lumotni Namangan Mingbuloqdan olasiz. Namanganlik akalarimiz bugun chempion layikchalarni tirsillatinglar. Sizlar uchun edi bu MX 135imiz. Ana endi sezonni eng ko'p pul topar texnikasi bilan boshlaymiz. Jatka so'ragan akalar bormi? Jatkani ham eksklyuzivnisi, jatkani ham zo'ri. Samarqand viloyati Nurobod, sizlar ham chempion, sizlar ham bugun aktiv qani ketdik. Sizlar uchun mana shu yerda ko'rib o'tirgan polni boyovoy holatdagi jatkamiz MTZ traktorga taxlangani. Motor korobka hamma joy dahshat, hamma joy remontdan chiqqan, yarim kaltga zavodit qilib olib ketsangiz bo'ladi. MTZni ham zo'riga taxlaganmiz deyaptilar. 1 gram biror joyda xarajat yo'q, даже dokumentlarigacha bor deganlar. Shuncha jatka ko'rgan ediku, MTZga taxlangani redki bo'ladi. MTZni ham zo'riga taxlaganmiz dedilar. Jatkasining uzunligi 4 metr, lekin 380 joyda o'rib ketadi. Ishlashi shustri, traktorga nagruzka emas, Luboyt mahsulotlarini o'radi. Garantiya job deganlar, o'g'ondan maza qiladi, baraka topadi. Короче, polni sezon pulni topadi. Narxchasi 110 million aytiladigan narxi real olaman deykonlari kesin ko'rsin. Kami bor kelishamiz, gaplashamiz yo'qlar. Tortinmay telefon qiling, o'zingizni qiziqtirgan ma'lumotni Samarqand Robotdan oling.
Ana endi shu yergacha kelgan bo'lsangiz, bu yoq o'zi arzon texnikalarimiz qo'lli Farganskiy Dalina layqchalarni tirsilatasizlar. Farg'onalik obunachilarimiz ham bugun chempion. Farg'ona eng arzon narxdagi TTZ traktori orqasidagi kultivatchalari bilan birga bo'ladi. Farg'ona Qo'qon layqlarni tirsilatgan bo'lsangiz, sizlar uchun 2013-yilda ishlab chiqarilgan TTZ 80.11 traktorimiz 3 kalli so'ligida polni ideali. Holati polni boyovoy motorlari o'chilmagan, qo'l tegirilmagan, zadnimoz korobka remont qilingan, qolgan biror joyda 1 gram aybi yo'q. Akkumulyator yarim kaltga zavodit bo'ladi. Dokumentlarigacha polni shohimeh traktorchani ham ko'rib o'tiribsiz, boyovoy. Qo'shib beradigan orqasidagi kultivatsiyasi bu kultivatsiya ham polni ideal, polni ko'rgan holatingizga hamma joy ishlaydi, hamma joyga job. Hammasi komplekt. 40 million bunaqa narxda bunaqa traktor bo'lmagan. Real olaman ikonlari kelsa yana kamini qilib beramiz deganlar tortinmay. Telefon qiling, o'zingizni qiziqtirgan ma'lumot bo'lsa telefonda olishingiz mumkin yana. Ana endi LTZ 60 so'ragan obunachilarimiz bor edi. Bunaqa narxda bunaqa LTZ 60 topolmaysiz. Qashqadaryo viloyati Mirishkor sizlar uchun LTZ 60'imizda polni ishlab turgani garantiyaligi bor. Qashqadaryo layqchalarni tirsilatasizlar. Sizlar uchun 2007-yilda ishlab chiqarilgan LTZ 60 traktorimiz. Sostenasi zo'r, motor korobkalar yaxshi ishlab turibdi. Dokumentlari bor. 2007-yilda ishlab chiqarilgan traktor. O'zi bu traktorchalarimiz oldi vidushchilik bo'ladi. Bu traktorimiz ham oldi vidushchi, lekin vidushsida ozroq ishi bor deyaptilar. Remont talab joylari bor ekan. Qolgan hamma joyi zo'r, kamchilik yo'q, ishga tayyor. Narxi 40 million bu aytiladigan narxi. Yana videolari bor. Ko'ring, yoqsa telefon qiling, qolgan ma'lumotni Qashqadaryo Mirishkordan oling. Endi o'zini yangi texnikasini qiynamayman degan akalarga zavodskoy pulukchamiz bor. Zavodskoy baribir zavodskoy degan akalarimiz uchun Turetskiy mana shu yerda ko'rib o'tirgan Akbal press apparati. Sostenachasi yangiday, biror joyda kamchilik yo'q. Olib ishlatish kerak, biror joyda 1 gram xarajat yo'q, baribir zavodskoy. Bizga pul zarur bo'lgani uchun sotamiz deylar. O'zi 2018-yil. Olgan biz ham uni deylar, hozirda biror joyda kamchilik yo'q, biror joyga biror nima bo'lmagan, ideal holatda. Mana holatini ham ko'rib o'tiribsiz. Polni bomba sostenada. Narxasi $7000 narx qo'yilgan. Bu aytiladigan narxlari real olaman ikonlariga. Kami bol kelishtirib beraman deganlar shunaqa zo'rini qidirib yurgan bo'lsangiz, telefon qiling, o'zingizni qiziqtirgan ma'lumotlarni Farg'ona Qo'qondan oling. Oltin gugurt sepayotgan mana apparat. Bu yangi vipiskasi. Bu mana bular eski vipiska. Mana eski vipiska. Bular yangi vipiska. 2000-yil mana belgilari ham bor. Mana eshitib o'tiribsiz, oltin gugurt purkaga chiqirib yurgan akalarimiz uchun 7 ta bor, 7 tasi ham bir joyda. Xohlang yangisidan, xohlang eski vipiskasidan. Hammasi ishga tayyor, hammasi boyovoy, biror joyda kamchilik yo'q. Uragan sostenada. Qashqadaryo viloyati Mirishkor akamizning gaplarini eshitib o'tiribsiz. Hammasi ishga tayyor, hammasi boyovoy aytganimizdek olib ishlatish kerak. Tamom. Narxchasiga kelsak 5 milliondan deyilgan, o'zingizga yoqqanini kelib tanlab eng birinchilardan bo'lib eng zo'rlarini olib ketishingiz mumkin. Tortinmay telefon qiling, o'zingizni qiziqtirgan ma'lumotlar Qashqadaryo Mirishkorda. Bu aytiladigan narxlari real olaman ikonlariga 5 milliondan ham kam qilib beramiz deganlar, tortinmay telefon qiling. Mana shu press apparatimiz sotiladi. Koreyskiy. Hammasi radnoy. Buni balonlari ham yangi. Bir sezon ishlagan. İşga tayyor. Kompleks sotiladi. Bu Belaruschamizni ham eshitdingiz, orqasidagi press apparati bilan birga hammasi bu ham radnoy, hammasi yangiday sostenada deyaptilar. Sirdaryo viloyati Xovoz bu sizlar uchun mana shu yerda ko'rib o'tirgan Belaruschamiz orqasidagi koreyskiy press apparati bilan birga, press apparati ham yangi. Belaruschamizda ma'lumotlarga kelsak, sostenalari zo'r, motor korobka biror joyda ishi yo'q. Vallarigacha daji yangi bosgan bizda deylar, hamma joy chotki motki qilib qo'yilgan, olib faqat maza qilib minish kerak. Ro'llar gidravlika vomla ishlaydi, zadnimoz korobkada 1 gram
tovush yo'q. Balonlar 15,5 pashti yangi dokumentlari joyida, faqat olib minish kerak, biror joyda 1 gram xarajat yo'q. Aytganimizdek, koreyskiy klass 55 press apparati bor ekan, o'zimizda pashti bir sezon ham ishlatganimiz yo'q dedilar. Sostenasi yangi, biror joyi o'chilmagan, hamma joyi radnoy holatida, xuddi Koreyadan kelgan sostenada deyaptilar. Biror joyda kamchilik yo'q. Videolarini ko'rib o'tiribsiz, polni garantiya, polni ideal. Komplekt narxi $20,000 deyilyapti. Bu aytiladigan narxi. Xohlasa adilni, xohlasa komplekt ham kelishaveramiz deganlar tortinmay. Telefon qiling, bunaqa press apparat umuman topolmaysiz. 100% garantiya deb ma'lumot qoldirganlar. O'zingizni qiziqtirgan ma'lumot Sirdaryo Xovosda tortinmay telefon qiling. Endi yana bitta ideal holatdagi press apparatni agoni bo'ladi. Narxi ham juda ham arzon narxdan Namangan viloyati Mingbuloq. Bu sizlar uchun bo'ladi, o'sha hamma bilgan qirg'iz press apparati, man degan press apparatni tayga qoldiradigan press apparatni agoni. Bu ishlagancha hozirgi press apparatlar ishlasa titilib yo'q bo'lib ketgan bo'ladi. O'sha hamma bilgan legendarni qirg'iz press apparatimiz sizlar uchun. Sostenasi ideal, hozir ham ishlatyapmiz, ishga tayyor, polni kapitalni remontdan chiqarganmiz, 100% javob beramiz deganlar. Shunaqasidan bombasidan qidirib yurgan bo'lsangiz, telefon nomerlar pastda telefon qilasiz. Narxini ham o'zingizni qiziqtirgan ma'lumotlarni ham telefonda olasiz, tortinmaysiz. Ana endi namanganlik akalar ham bormi? Sizlar ham chempion, sizlar uchun routerni kasilkamizni zo'ri bor, kakras sezon boshlanyapti, pulni topadigan ideal holatdagi routerni kasilkachani bombasi, rossiyskisi ishlab turgani, ishlagan vaqtidagi videolargacha bor. Biror joyda kamchilik yo'q, hamma joyi garantiyalik. Shunaqasidan qidirib yurgan bo'lsangiz, telefon nomerlar pastda telefon qilasiz, narxini ham, ma'lumotlarini ham olishingiz mumkin. Tortinmay telefon qiling. O'zingizni qiziqtirgan luboy ma'lumot Namangan viloyati Mingbuloqda bo'ladi. Videolari ham bor, ko'ring yo'qsa telefon qiling.